Germaniyada asosiy sizga viza beradigan organ Germaniya elchixonasi hisoblanadi. Germaniya elchixonasi hech qachon sizga qo'ng'iroq qilmaydi shaxsan. Sizda faqat hozirgi kunda elektron pochtangizga xabar kelishi mumkin yoki o'zingizdagi qo'l raqamingizga elchixona telefon qilishi mumkin. Lekin elchixona sizga telefon qilishi bu juda afsonaviy tarzga to'g'ri kelib qoladida. Keyin elektron viza degan narsani o'zi yo'q. Elektron viza berilmaydi hech kimga. Viza sizga beriladigan bu bir parcha qog'oz emas. Vizani pasportingizga stiker qilib yopishtirib beradi. U elektron viza qilib berilmaydi. Elektron viza qachonki berilishi mumkin sizga? Ba'zi bir davlatlarga, agarda ularda Germaniyada, O'zbekistonda ularda elchixonasi bo'lmasa, sizlarga elektron viza berilishi mumkin. Bu davlatlar Afrika davlatlari hisoblanadi. Asosan ularga masalan viza, masalan ular ham maxsus prilojeniyalari orqali olinadi. Sizga agarda masalan hozirgi moshenniklar, firibgarlar internetdagi ruscha gapirib, sizga mana viza chiqdi, buncha to'lov qilasiz, viza chiqdi, buncha to'lov qilishingiz kerak desa, siz u gaplarga ishonmang. Sizda masalan kuningizga masalan 30 yevrodan pul to'lab qo'yishingiz kerak, ayniqsa ishchi vizasiga. Ishchi vizasi olishingiz uchun sizga masalan bankda hisob raqam kerak emas sizga. Sizda oyligingiz, sizda moliyaviy ta'minotingiz hisoblanadi. Sizda oyligingiz, moliyaviy ta'minotingiz bo'ldi, boshqa hech nima emas. Firibgarlardan ogoh bo'linglar. Firibgarlarga pul jo'natib o'tirmanglar. Firibgarlardan eng yomoni shu. Hamma pul jo'natib qo'yyapti. Endi savollaringizga bo'lsa, masalan, kimning savoli bo'lsa yozsa, biz javob berib o'tib ketamiz. Yaxshimisiz? Universitet diplomiga egaman, muhandis, energetik mutaxassisligim va BTSga haydovchilik guvohnomasi bor. Nemisdan o'rganyapman. Qanday borsangiz bo'ladi. Akajon, siz bizga Telegram, WhatsApplarimizga masalan yozsanglar, hozir men sizlarga Telegram raqamini tashlab yuboraman. Telegram, WhatsAppga masalan menga yozsangiz aka, bemalol siz menga rezume, lebenslavlaringizni jo'natsangiz aka, bemalol kelishingiz mumkin. Masalan, biz orqali haydovchilik orqali ham kelsangiz bo'ladi aka. Mana bizani Telegram raqamimiz. Telegram, WhatsApp raqamlarimiz. Bizni masalan murojaat qilsangiz aka, Abdurahmon aka, bemalol kelishingiz mumkin aka. Tilda o'rganyapsiz ekan, u yaxshi narsa aka. Tilda o'rganib olganingizdan keyin bemalol kelishingiz mumkin aka bizga ishga. BTSga haydovchilikka masalan bizda har doim vakansiyalarimiz bor. Hozir ham aka vakansiya bor. Tilni bilsangiz, hozir keling aka. BTSga bizda mana C kategoriya haydovchilarga vakansiyalarimiz hozirgi kunda ham bor. Hozirgi kunda ham 50 dan ortiq vakansiyalarimiz bor. C kategoriya haydovchilar faqat talabi nemis tilini bilish yoki Yevropa ittifoqi haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lish. Agar shu narsalar masalan sizlarda bo'lsa, bemalol mana ishga kelishlaringiz mumkin bizga. Bu muammoli joyi yo'q. Faqat til yoki Yevropa ittifoqi haydovchilik guvohnomasi. Sizda masalan muhandislik diplomingiz bo'lsa, siz bemalol masalan endi nemis tilini B2 darajasigacha o'rgansangiz muhandis bo'lib ishlashingiz mumkin aka. B1 darajasi, A2, B1 darajasigacha o'rgansangiz aka, siz bemalol gaplasha olsangiz, ish beruvchi bilan suhbatga kirgizamiz, bemalol kirasiz. Akajon, sertifikat bo'lgani yaxshi. Sertifikatingiz bo'lsa aka, elchixonada oldida tilingiz uzun bo'ladi. Agar elchixona sizga vizangiz chiqadigan paytida sertifikat olib kel deb qolsa, aka, siz shoshib qolasiz. O'shaning uchun sertifikatni bo'lgani yaxshi. Sertifikat nima uchun kerak aka? Sertifikat sizni bilimingizni, til bilish darajangizni tasdiqlovchi hujjat. Qo'lingizda hujjatingiz bo'lsa aka, do'ppingizni osmonga otasizda har doim katta gapira olasiz. Hujjat bo'lmasa, katta gapira olmaysiz aka. U nemis tilida bemalol gaplashishingiz kerak aka. Sertifikat shart emasmi deyapsiz aka? Sertifikat men uchun sertifikat umuman kerak emas aka. Men ish beruvchilarimga ham sertifikat kerak emas aka.
Sizlar agar nemis tilida bemalol gaplasha olsangiz aka, elchixonaga ham sertifikat kerak emas. Siz faqat nemis tilida bemalol gaplasha olishingiz kerak. Keyin mana yangilik. Qurilish sohasida diplomi borlar uchun. Agar siz qurilish sohasida oliy ma'lumotingiz bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. A1, A2 daraja bilan, lekin qo'lingizdan ish kelishi kerak. Kafelshik, plitishnikka bizda ish o'rinlari ochildi. Qurilish sohasidagilarga faqat oliy ma'lumoti bo'lishi shart. Agar oliy ma'lumotingiz bo'lmasdan turib qurilish sohasida diplomingiz kollej, texnikum diplom bo'lsa, til darajangiz B1 bo'lishi shart. Agar oliy ma'lumotli bo'lsangiz, A2, A1 ga hozirgi kunda qurilish sohasida bizda ish o'rinlarimiz bor. Vakansiyalarimiz haqida ham hozir bundan keyin bitta video qilib yuboraman, kichkina video vakansiyamiz haqida. Qurilish sohasida ham masalan biz bemalol odamlarni ishga olib kelishimiz mumkin. Vakansiyalarimiz bor, faqat oliy ma'lumotli diplom A2 darajada til bilishingiz kerak, qo'lingizdan ish kelishi kerak. Haqiqiy usta bo'lishingiz kerak. U qilaveraman aka, yo'q keladi deb mayaqqa kelib qila olmasangiz aka, ishdan bo'shatib yuboramiz, O'zbekistonga qaytib ketasizlar. Agarda masalan bemalol nemis tilida A2 darajada gaplasha olsangiz, qurilish diplomingiz bo'lsa, добро пожаловать в Germaniya. Willkommen in Deutschland. Germaniyaga masalan kelsangiz bo'ladi. Albatta elektriklarga ish bor aka. Elektriklarga ko'p ishimiz bor, faqat talabi aka diplom. Elektrik degan qo'lingizda diplomingiz bo'lishi kerak aka. Nemis tilini hech bo'lmaganda A2 darajada gaplasha olishingiz kerak. Bemalol gaplasha olishingiz kerak aka. Agarda diplomingiz o'rta maxsus bo'lsa aka yoki sertifikat deb bo'lsa, unda B1 daraja shart akalar. Vizani ham, har bitta vizani ham o'zini qonun qoidasi bor. Uni biz masalan hech qachon uni bekor qila olmaymiz. Qonunda yozib qo'ygandan keyin biz uni atmen qila olmaymiz akalar. To'g'risi. U qonunda yozilgan narsani atmen qilishga ilojisi yo'q. Qog'ozga tushganmi, bo'ldi, u narsa bo'lishi shart akalar. Suhbat qanday bo'ladi? Shu haqida suhbatimiz onlayn Zoom orqali bo'ladi. Ish beruvchi va bizda ish beruvchilarimiz. Ishchilar o'shalar hammasi suhbatga kiradi. Biz suhbatga 3-4 kishi qilib kirgizamiz. Ish beruvchi masalan o'ziga ma'qul kelgan gaplashib, har bittalaring bilan bitta gaplashib, o'shalarni masalan so'rab, o'ziga kerakli ma'lumotlarni so'rab, bemalol masalan suhbatda gaplasha olishingiz bo'lishi kerak. Suhbatda nimalar so'raladi? Aka, suhbatda har bitta ish beruvchini o'zini so'raydigan gaplari bor. Ba'zi bir ish beruvchilarga siz oilangizni olib kelish, olib kelmasligingiz qiziq. Ba'zi bir ish beruvchilarga siz tajribangiz qiziq. Albatta hammasiga tajribangiz qiziq, nima maqsadda Germaniyaga kelayotganligingiz, necha yil Germaniyada ishlashingiz qiziq. Agarda yarim yil, 1 yilga bo'lsa, akalar, bu Germaniya variant emas akalar. Bizani ham ovora qilmanglar, o'zlaringni ham ovora qilmanglar-da. Germaniyaga uzoq muddatli ishchilar kerak. Endi akajon, shu tilni ham talabini olib tashlasa aka, Rossiya bo'lib ketadi, Germaniya aka. U tilni talabi bo'lmasa aka, Rossiya bo'lib qoladi-yu unaqada. U Rossiya bo'lishi вообще kerak emas-da. Sizga ham, menga ham, Germaniya davlatiga ham kerak emas narsa bu. O'shaning uchun tilni bilish shart aka. Tilni endi o'rgansanglar aka, o'zlaringga foyda aka. Bemalol gaplasha olasizlar. Endi tasavvur qiling aka, siz til bilmasdan qanaqa qilib Germaniyada ishlamoqchisiz? Bular ruscha gapirmasa akalar, bular akalar inglizcha gapirmasa, kamdan kam inglizcha gapiradi. Asosiy tili nemis tili bo'lsa, o'zbekcha gapirmasa bular qanaqa qilib Germaniyada yashamoqchisizlar, ishlamoqchisizlar? Mayli yashashku, mayli bir amallab yashasa bo'ladi. Google переводчик qilib. Ishtasiz, Google переводчик bilan gaplashmaysiz aka, elektriksiz aka. Qo'lingizda ikkita priborni ushlab turibsiz aka. Bittasiga narigi priborni olib ber, yo bu svetni yoqib tur deb ayta olmasdan aka nima qilasiz? Qo'lingizga priborni tashab aka, Google переводчикka yozib, menga uni olib ber deysizmi aka? O'shaning uchun tilni bilish shart-da aka. Nimaga til talab qilamiz aka biz ishchilarimizdan aka?
Chunki agar til biladigan yaxshi ishchilar kelsa, dal shu boshqa ishchilar ham keladi-da aka. Bizda endi masalan o'zbekchilikda hamma o'zini o'ylash odati bor-da aka, hamma o'zini ishini bitqizsa-yu bo'ldi akalar. Boshqa ishni masalan bitish shart emas-da bizda o'zbeklarimizga. Boshqa odamning ishi, vashsha ishi yo'q hech kim bilan-da akalar. Endi biza masalan akalar kelajakda o'ylab ish qilamiz akalar. Uzoqda o'ylab ish qilamiz. Qanchalik sifatli ishchilar kelsa akalar, qo'ldan ish keladigan odamlar kelishi kerak-da o'shaning uchun Germaniyaga. Дальнейший O'zbekistonda yana odamlar kelishi uchun qo'lidan ish keladigan, tilni biladigan normalniy odamlar, normalniy yigitlar kelishi kerak. Yigitlar, qizlar, normalniy odamlar kelishi kerak Germaniyaga. U unaqa O'zbekistondagi konsaltinglar hali qo'ldan kelmagan odamlarni jo'natayotgan konsaltinglar akalar, o'shalarga murojaatimiz sal insof qilinglar. 10 ta qo'lda og'izga tiqmanglar-da konsaltinglar. Uni tuzukroq, masalan, o'zlaringga ham foyda, sizlar bilan keyin boshqa firmalar ham ishlaydi. Nimaga biz konsaltinglar bilan ishlamaymiz? Konsaltingning 10 ta qo'lini og'ziga tiqadi birdaniga. Hamma tomondan pul ishlasam deydi. Ularning maqsadi faqat pul ishlashda, reputatsiya ishlash degan narsa yo'q. Reputatsiyasini zo'r qilish yo'q. Bahrom aka savol yozyaptilar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? LK Fara adaptatsiya kurslari davrida qancha maosh beriladi oyiga? Adaptatsiya kursi davrida aka imенно bizdami yoki umumiy Germaniya bo'yichami aka? Bizada masalan bizning ish beruvchilarimiz akalar o'sha oyiga sizga sizni uy bilan ta'minlaydi akalar. Plus o'sha bir oylik xarajatingizga yetadigan pul beradi akalar. Chunki bizada o'qishimiz, adaptatsiya kursi bizada 3 oy. Nimaga C kategoriyani haydashni bilish shart deymiz biza furani? Bizada chunki 3 oy. Maksimalniy srogi 3 oy. O'sha 3 oyda sizni qo'lingizga 800, 1000, 1200, 1300 yevro oylik beradi. Undan keyin masalan oyligi normalniy 2400 yevro nettodan boshlanadi qo'lingizga tegishi. Abdurahmon aka, suhbatlarga tayyorlov kurslaringiz yo'qmi? Yo'q akajon, bizada umumiy tayyorlov bor. Suhbatga alohida tayyorlamaymiz biz ishchilarimizni. Bizada uje odam bilishi kerak. Tilni bilib kelishi kerak akalar. Tilni bilib kelsa, bizga shunisi yaxshi aka. Tilni masalan A2 darajasida bemalol gapirish. Suhbatga men o'zim aytaman aka, suhbatdan oldin masalan ish beruvchiga suhbatga kirishdan oldin men hamma 4-5 ta o'sha suhbatga kiradigan bolani yig'aman-da. Zoom orqali konferensiya qilib, men ularga masalan konkretni nima kerakligi, nima bo'lish kerakligi hammasini bitta-bitta aytib tushuntirib o'taman akalar. To'g'risida? Rahmat Abdurahmon aka, omad bersin deganingiz uchun. Sizga ham omadingizni bersin aka. Bizga masalan yozsangiz aka, Telegram, WhatsAppimizga bemalol aka murojaat qilsangiz bo'laveradi akajon. U murojaat qilganingiz uchun biz sizdan pul olmaymiz akalar. Keyin iltimos akalar, opalar, ukalar, singillar murojaat qilganlaringizda assalomu alaykum deb qo'ymanglar menga, salom deb qo'ymanglar, iltimos faqat. To'g'ri, salom Xudoni qarzi. Endi muammoyingizni to'liq qilib yozinglar. Nima savollaringiz bo'lsa, bittada yozinglar iltimos. Ko'pchilik menga smaylik jo'natib qo'yadi. Qo'lini bunaqa qilgan smaylik jo'natib qo'yadi. Ya akalar, men sizlarni to'g'ri, men masalan hozir masalan video qilib, men ishga odam olib kelyapmiz, mijozsizlar. Lekin bunaqa qilib qo'yganim o'rtoqlaring emasman-ku. Unaqa сообщениyani masalan o'rtog'ingizga, tanishingizga yo qiz bola bilan o'g'il bola bilan tanishayotganingizda jo'natasiz bunaqa qilgan сообщениyanida. U smayliklar kerak emas-da, menga u smayliklaring kerak emas. Meni ham vaqtimni olasizlar, o'zlaringni ham vaqtlaringni olasizlar. To'liq savollaringni, ishga kirmoqchimisizlar? Men Germaniyaga viza qilmoqchiman deb emas. Men ishga kirmoqchiman, shu soha yo'nalishi bo'yicha. Shunaqa dokumentlarim bor, qo'limda shunaqa hujjat bor, nemis tilini shu darajada bilaman, bu tillarni bu darajada bilaman. Lutchi rezyume tarjimai hol jo'natganlaring ma'qul menga. Birdaniga mana сообщение yozdingiz, aka men shu ishga kirmoqchiman, shunaqa mutaxassisman, tilni shu darajada bilaman, mana meni Lebenslaufimni jo'natinglar. Biz sizga boradigan avtomat robot yozadigan, bot yozadigan сообщениyadan yozib qo'yibdi. Ishga kirmoqchi bo'lsangiz, iltimos Lebenslauf jo'natinglar.
Lebenslauf degan ruschasiga rezyume, inglizchasiga CV, o'zbekchasiga tarjimai hol. O'shalarni jo'natmasanglar, manda akalar hujjatlaring ko'rib chiqqani to'g'risi qiziqish ham bo'lmaydi-da, u odamga javob yozgisi ham kelmaydi odamni. Salom deb qo'yadi, smaylik jo'natib qo'yadi. U bo'lmagan narsa-da. Siz ish bo'yicha murojaat qilyapsiz. O'zini masalan har bitta narsani murojaat qilishda ham qonun qoidasi bor, etikasi bor. O'shanga iltimos amal qilib murojaat qilinglar-da akalar, opalar. Assalomu alaykum. Feldsher laborant yo'nalishiga yo'q. Farog'at opa, umuman ilojisi yo'q. A2 daraja bilan hozir faqat qurilishga o'shanda ham diplomingiz bo'lsa, ham diplomingiz bo'lishi kerak, ham qo'lingizdan normalniy ish kelsa, A2 daraja bilan qurilishga kelsangiz bo'ladi ishga. U feldsher laborant bilan u esdan chiqaringlar, A2 B1 darajani ham esingizdan chiqaring. B2 sizda olishingiz kerak bo'lgan daraja B2. A2 degani A2 ni masalan odam 1 oy, 2 oyda olsa bo'ladi A2 ni. A2 darajaga chiqish u вообще qiyin narsa emas. 1 oy shug'ullaning nemis tili bilan ertayu kech 1 oyda siz masalan chiqsangiz bo'ladi. 1 oyda A2 ga chiqsangiz bo'ladi. Keyin ko'pchilik mashininglarga bunaqa bo'lib aldanib qolishyapti-da. Akalar. Mashinanglarga akalar bunaqa videolar jo'natishsa masalanda, mashinanglar jo'natishyapti videolarni, tabrik, rahmat, bunaqa bu kompaniyaga deb elektron vizalar bo'lmaydi. O'shalarga ishonib qolmanglar. Keyin masalan pul to'layotsa, shaxsiy hisob raqami, любой odam Germaniyaga olib kelaman deyaptimi sizni? Shaxsiy menga kartamga tashab ber pulni, menga Western Union qilib jo'nat desa, u gaplarga ishonmanglar. U odam ham g'irt mashinnik, u firma bas. Firma sizga har doim faqat hisob raqam beradi. Hisob raqamga to'laysiz, chunki firmalar Germaniyada soliq to'lab ishlashi kerak. U blogerlarga ham, hammasiga ham masalan, ular o'ziga pul jo'natsangiz, u pul jo'natdingiz, u farqi yo'q narsa. Uni javobgarligi ham yo'q, hech nimasi yo'q. Faqat hisob raqam qilib beradi firmalar, masalan Germaniyadagi firmalar masalan bor, ular hisob raqam qilib beradi. Faqat hisob raqamga pul to'laylar. Любой konsaltingga borganlaringda faqat hisob raqam orqali pul to'laylar. Aka-obir aka savol yozyaptilar. Assalomu alaykum. Meni yoshim 35 da, oliy ma'lumotliman, B toifa, pravam bor, til darajam A2. Taksistlikka ish topib bera olasizmi? Akajon, taksistlikka ish to'la aka. Birinchidan aka, ikkita narsasi bor. B toifa bilan Germaniyada taksi qilib bo'lmaydi. Sizda B toifangiz bo'lishi kerak. U maxsus taksistlarning toifasi. Siz Germaniyaga aka kelib siz pravaga o'qishingiz kerak aka. Germaniyada pravasini olganingizdan keyin bunda taksistlarga mo'ljallangan B pravani olsangiz aka, bemalol taksistlik qilsangiz bo'ladi. U O'zbekistondagi pravangiz bilan aka siz taksistlikda ishga kela olmaysiz aka. Til darajangiz B2, C1 bo'lsa ham kela olmaysiz. Imindi taksistlikka. U taksistlikka ish topish uchun aka siz masalan Uber'da o'zidan ham siz ro'yxatdan o'tsangiz yoki biror taksi parkka ishga kirsangiz ham bo'laveradi. U muammoli joyi yo'q. O'sha Uber'da o'zidan ro'yxatdan o'tish uchun Uber'dan sizga Germaniyani pravasi talab qilinadi. Javohir Bahodirov savol beryaptilar. Assalomu alaykum. Ausbildingga qaysi daraja kerak? B1 mi yoki A2 ham bo'ladimi? Borib B1 olib bersak bo'ladimi? Shunga javob bering. Oldindan rahmat. Bu yoqqa kelib qanaqa qilib siz B1 olib bera olasiz? Agar siz Ausbildingga hujjat qilgan paytingizda Germaniya elchixonasi sizdan B1 minimalniy sertifikat talab qiladi. Siz Germaniya elchixonasiga hujjat topshirganingizda именно Ausbildung yo'nalishi bo'yicha minimalniy требование, minimalniy talab B1 sertifikati. Undan pasti bo'lmaydi.
Assalomu alaykum. Er-xotinga ish bormi birga ishlashga? Endi opajon, qarang. Bu birinchidan, sizlarni mutaxassisliklaringga qaraydi. Qaysi sohada mutaxassissizlar, qanaqa diplomlaring bor, qaysi darajada tilni bilasizlar. Agar er-xotin ham normalniy, ikkalasi ham B1, B2 darajada tilni bilib, bemalol shprexini gaplashishi nemis tilida zo'r bo'lsa, qo'lida ikkalasining ham diplomi zo'r diplom bo'lsa, Germaniyaga talab katta ishlagan diplom bo'lsa, masalan elektrik, xotin masalan hamshira bo'lsa, ikkalasiga ham ish topib bera olamiz. Lekin talablari bor. Talablariga javob bersanglar, farqi yo'q bizga. Talabga javob bersanglar bo'ldi. Masalan, odamlar masalan siz xafa bo'lmanglar yana gaplarimga. Agarda sizlar birorta joyga ishga kirmoqchi bo'lsanglar, даже O'zbekistonga kirmoqchi bo'lsangiz ham ishga, sizga talab qo'yadi. Ish staji buncha bo'lishi kerak, qo'lidan bunaqa ish kelishi kerak. Germaniyaga teng bo'ling. Javohir Bahodirov yana savol beryaptilar. 17 yoshda Ausbildingga ishga qilib borib bo'ladimi yoki 18 ga to'lgan bo'lishi shart? Siz Germaniyaga mustaqil ravishda viza olishingiz uchun 18 ga to'lgan bo'lishingiz shart. Chunki siz voyaga yetmagansiz. Siz masalan voyaga yetmagansiz, sizni birortasi Germaniyada kafilligingizda olmasa, sizga viza berilmaydi. 18 yoshdan, lutchi 18 yoshdan bemalol viza qilib kelganingiz ma'qul. Agarda birortasi sizni kafilligingizga oladigan odam bo'lsa, bemalol 17 yoshdan ham kelishingiz mumkin. Hamshira diplom bor, vino ishlab chiqarish bor. Ikkalaringga ham endi nemis tili B2 darajasida kerak. Ikkalaring ham nemis tilini B2 darajasida bilsanglar, ikkalaring ham Germaniyaga kelib ishlashlaring mumkin. Bu diplomlaring bilan bu mutaxassisliklaring uchun nemis tili B2 bo'lishi shart. Chunki injener-texnolog, siz hamshirasiz. Ikkalasi ham Germaniyada reglamentlashtirilgan kasblar toifasiga kiradi. Sizlar uchun nemis tilini bilish, B2 darajasida bilish shart. B1 ham kamlik qiladi. B2 darajasida bilishlaringiz shart. Yoki ikkalaring ham til kursi qilib kelinglar, yoki bittalaring tilda O'zbekistonda o'rganib ishchi viza bilan kelinglarda, ikkinchilaringga til kursi qilib kelinglar. Agar birga kelmoqchi bo'lsangiz, bo'lmasam bittalaring kelib, ikkinchilaringni chaqiringlar, keyin oila birlashtirish vizasi qilib. Ausbilding yosh chegarasi bormi? 45 daman. Akram Islom aka, siz sizni yoshingiz yetib kelibdi aka. Siz 45 yoshgacha Germaniyaga viza olish oson, undan keyin qiyin masala. Siz даже ishchi viza ola olmaysiz akajon. Nemis tilini bilgan taqdiringizda ham siz agarda masalan yaxshi mutaxassis, oliy toifali mutaxassis bo'lmasangiz, siz Germaniyada o'sha kechaga sizga. Siz faqat tilni o'rganib, fura haydashga, pravolaringiz bilan, tajribalaringiz bilan kelishingiz mumkin. Abdulloh aka savol beryapti. Assalomu alaykum aka, menga orqali taklif kelgan. Endi ular suhbat qilmoqchi men bilan, lekin men nemis tilida to'liq gaplasha olmayman. Ular mehnat shartnomasi yuborgan 1 avgustda ish boshlash bo'yicha. Akajon, mehnat shartnomangiz aniqmi? Qalbaki emasmi? U narsangiz aniqmi? Qalbaki bo'lmasa aka, agar xohlasangiz tekshirdirish uchun ishga mehnat shartnomangizni bitta menga tashlab yuborsangiz aka, Telegramda hozir men sizga Telegram nomerni beraman. Telegram raqamni beraman aka. Shunga menga tashlab yuborsangiz, men qarab beraman shartnomangiz haqiqiy emasligini. Jaxsiliq aka. Assalomu alaykum. Salom. C toifada guvohnoma va B1 sertifikat. Aka, menga Telegramdan, WhatsAppdan hozir yozing aka. Aka, xarajati aka, qancha xarajat chiqadi Germaniyagacha aka?
U hamma hujjatlaringiz tayyorlashi bilan chiqsa aka 500 dan 1000 gacha chiqadi aka. Undan ko'p chiqmaydi bizada. U hamma hujjatingizni tayyorlash, tezkor viza olish, hamma to'lovlari bilan 411 to'lovi, hujjatlaringizni Germaniyada tarjima qilinishi kerak, u organlarga topshirish uchun hammasi bilan ketsa 500 dan 1000 gacha ketadi aka, maksimalniy. U menga срочно tashlang aka. Срочно voy jaxsiliq aka. Menga yozib qo'ysangiz bo'lmaydi Telegramda va shu man C toifasida guvohnoma va B1 sertifikatim bor degan aka. Menga yozing aka, ish o'rnimiz bor aka. Qo'liga tegishi aka 2400 aka. Oylikda biri boshlanishi aka 2400 uy bilan ta'minlaydi aka ish beruvchimiz. Men o'zim lichno kutib olaman sizni aeroportda. Qanday tekshiramiz Abdulloh aka? Abdulloh aka, siz menga shuni tashlayinda. Men sizni uni ko'rinishidan ham aytib beraman aka. Qanaqa mehnat shartnoma bor yo'qligini aka. U jaxsiliq aka, meni ko'rib turibsizmi aka? U Telegramdan yozing aka menga. Ha, raqam. Yo bo'lsa raqamingizni qoldirsangiz aka, men o'zim yozaman aka. Bizga keraksiz aka. Bizda ish o'rni bor aka. C toifasida va B1 sertifikat bilan aka, konkretno ish o'rnimiz bor aka. Keyin bizda to'lovimiz aka, qo'lingizga ishga kirib aka, mehnat shartnomasini olganingizdan keyin aka. Aka Obir aka, yana savolim bor edi. O'zbekistonda B1 olsam, Germaniyaga B2 til kursiga borsam yordam bera olasizmi va qancha mablag' kerak? Eng asosiysi haftasiga topishda ko'mak bera olasizmi? Ha aka. Aka, mablag' qancha kerak aka? Mablag' eng kamida masalan aka oyiga 1027 dan aka bloklangan hisob raqamga pul qo'yishingiz kerak aka. Plus aka til kursini narxi aka 2100 500 mani xizmatim, u 20 soatlik ish topish aka вообще problema emas aka. U A2 bilan kelsangiz ham aka ish topib beralaman. Til kursiga kelganlarga 37 yoshdagi odam Ausbildung topshirib Germaniyaga borsa bo'ladimi? Ish beruvchilar yoki o'qishga dokument qabul qilishadi. 37 yoshda aka qaysi sohaga kelayotganligingizga qarab Ausbildungda aka. Topshirsa bo'ladi aka. U yosh chegarasi belgi 45 yosh u. U narsa qiyin emas akalar. Bemalol kelsangiz bo'ladi. Elektrik usta aka. Elektrik ustaga Ausbildung qilib kelsangiz bo'ladi aka. 37 yoshda ham. Faqat tilni bilishingiz shart aka. Diyor aka, siz bizga yozgansiz-ku, va siz очередga turibsiz-ku, BC prava ham bo'ladimi? B1 sertifikat bor. Diyor Jo'raqulov. Siz bizga murojaat qilgansiz-ku, o'sha murojaat qilgan odamingiz menman o'sha. Men siz bilan gaplashganman-ku BC prava bilan. Hozir yana odamlarimiz yig'ilsa, hujjatlaringni ish beruvchiga jo'natganmiz. Ya'ni 2-3 ta odam qo'shilsa, hozir u Jaxsiliq akamiz ham qo'shilsa, o'shaning uchun men shoshildiryapman-da, jo'nating aka bizga hujjatingizni deb. U Jaxsiliq akani o'shaning uchun shoshiryapman-da men. Jo'natsa va yana bitta odam bo'lardi, bu bo'ldi, suhbat bo'laverardi-da akalar. O'sha tomoni. Tak.
Aka, u nemis tilini qaysi darajada bilasiz? O'shalari bir rezyumeda yozilmagan, u faqat uni o'yla turibdi. U degani A1 darajasida bilasizmi? Tak. Hozir aka, hozir Suhrob aka bizga rezyumelarini jo'natishibdi. Hozir baho beramiz. Tibbiyot yo'nalishida davolash ishi, oliy ma'lumotli 1 yil stajim bor, sertifikat B2 bor, shartnoma qilish kerak haqida ham ma'lumot bering iltimos. Sodiqjon aka, qarang Sodiqjon aka, hozirgi kunda agarda siz doktorlikka masalan kelmoqchi bo'lsangiz aka, aniq jarayonlardan o'tib hammasini masalan bemalol kelsangiz bo'ladi. Lekin agar MFAga ish so'rayotgan bo'lsangiz aka, shartnoma olishga aka, MFAga aka ish o'rnimiz yo'q aka. To'g'risi akajon, MFAga ish o'rnimiz yo'q bizada. MFAda ish o'rnimiz bo'lishi uchun aka, to'g'risi MFAga birinchidan meditsinskiy diplom talab qilinmaydi aka. Hozirgi kunda Ukrainadan kelgan qochoqlarni hammasini ishga chiqishga majburlaganda, hozirgi данный momentdagi Germaniya mehnat bozorini именно MFA bo'yicha MFA, CFA yo'nalishlar bo'yichadagi yo'nalishlar akalar ozgina ish o'rinlari kamayib qolgan, chet eldan ishchi olib kelishmayapti. To'g'risi. Agarda endi masalan bizga hujjat jo'natib qo'yishingiz mumkin aka. Agarda masalan birorta joyda ish bo'lib qolsa aytamiz aka. Seyit aka, assalomu alaykum aka. Ayollarga ish bormi? Qariyalarga boqish uy ishlariga tilni bilish kerak, qo'lingizda diplom bo'lishi kerak. Bu Rossiyadaqa bas, Turkiyadaqa bas, xohlagan odam masalan kelib qariyaga qarashga uni haqqi yo'q. Qariyalarga qarash uchun ham sizni qo'lingizda diplomingiz bo'lishi kerak yoki sotsial pedagog diplom bo'lishi kerak yoki hamshiralik diplom bo'lishi kerak. Nemis tilini B1 darajasida bilishingiz kerak. Assalomu alaykum uka. Tak. Ausbildingga qancha vaqtda viza chiqadi o'rtacha? Ausbildingga akalar hujjat topshirganingizdan keyin vizani chiqish vaqti hamma viza bilan bir xil. 2-3 oy. 2-3 oyda viza chiqadi. Agarda tezlashtirilgan viza turiga masalan amal qilingan bo'lsa, ZFI orqali hujjat topshirilgan bo'lsa, ZFI degan organ bor har bitta Bundeslandda, o'sha orqali hujjat topshirgan bo'lsa, bemalol kelishi mumkin. Va alaykum salom O'ktam aka. Tak. Suhrob Qodirov akamiz masalan bizga hozir rezyume jo'natibdilar. Rezyumelariga qaraymiz. Neft gaz yo'nalishi bo'yicha injener ekan akamiz. Akajon, sizni Germaniyada ish topishingiz aka qiyin masala. Именно o'z yo'nalishingiz bo'yicha ish topishingiz ozgina qiyinroq. Bu ochiqdan ochiq gap. Bu почти нереальный narsa desa ham bo'laveradi. O'zbekistondan turib Germaniyada bu yo'nalishga neft-gazga ish topish uchun. Sababi Germaniyada na nefti bor, na gazi bor. O'sha sababdan akalar neft-gazga harakat qilish qiyinroq. Bu ochiqdan aytamiz. Bu nemis tilini bilgan taqdiringizda ham. Tak, ikkinchisi o'qituvchilikka kelsa bo'ladi. Yani bitta qizni rezyumesini jo'natgan ekanlar, o'qituvchilikka bemalol kelsa bo'ladi. Ingliz tili o'qituvchilikka muammoli joyi yo'q, faqat unda ham nemis tilini B2 darajada bilish shart.
O'qituvchilar Germaniyada deputatlarga tenglashtirilgan. O'shaning uchun ularni huquqlari manada bitta narsani bilib olinglar-da. Hech qachon eslaringdan chiqmasin, qanchalik sizni huquqlaringiz ishchi sifatida qaysidir davlatda qattiq himoyalangan bo'lsa, Germaniyada ishchini huquqi juda qattiq himoyalangan. O'shancha kuchli ishchiga talab bo'ladi. Chunki sizni Germaniyada ishlatishni o'zi katta muammo. Men masalan xohlagan ishchimni ishdan xohlagan paytim bo'shatib yubora olmayman. Agar uni kontrakti sroksiz kontrakt bo'lsa, 11 kontrakt bo'lsa, u вообще men uni ishdan bo'shata olmayman. Uni bo'yniga konkretna narsa qo'yishim kerak men ishdan bo'shatish uchun. O'shaning uchun u qiyin masala. O'shaning uchun Germaniyada ishchilarga katta qo'yishadi akalar. Juda katta talablar qo'yishadi. Ishchilarni olish uchun katta talab qo'yiladi. Hozir bizga bitta akamiz yozibdilar. Bu nima? Xatdan aka, mana hujjat tekshirib bering degandingiz aka. Xo'p aka, siz bu suhbatidan o'tibsiz. Yaxshi o'xshayapti. Haqiqatdan bular o'zi yozganiga. Endi akajon, bular sizga bergan shartnomani masalan tashlasangiz, men sizga aytib beraman. Shartnoma haqiqatdan haqiqiymi, haqiqiy emasmi? Yo, aka bilan mashinniy aka. Akajon, ko'ryapsizmi meni? Yo, akajon, bu mashinniylar. Bularga siz to'lov ham qilib o'tirmang hech qanaqa. Bular hammasi mana mashinniylarligi bilinib turibdi aka. Hozir xohlasangiz mana firmani tekshiramiz. Akajon, keyin manada hech qachon mana bitta narsani bilib oling, sizni viza hujjatlaringiz bilan, mana bitta narsani bilib olinglar. Viza hujjatlaringizga siz bilan sizga ish topib berayotgan odamning o'rtasidagi shartnomaga ish beruvchi qo'shilmaydi. Siz alohida masalan ish beruvchi bilan masalan shartnoma tuzasiz aka. Alohida sizga ish beruvchi topib bergan odam bilan shartnoma tuzasiz. Bunga Volkswagen deb qo'yibdi. Akalar, bitta narsa aytaman, Volkswagenga agar Germaniyada ish bor desa, bitta ham gapiga ishonmanglar. Internetdan qarab ko'rishlaringiz mumkin. Volkswagen 2030-yilgacha 30 mingtamidikan, 50 mingtamidikan ishchisini ishdan bo'shatyapti. Zavodini O'zbekistonga ko'chirgan, bitta qismini Xitoyga ko'chirgan zavodini. Germaniyada Volkswagenning zavodi yopilyapti-ku akalar. U internetdan ozgina bunday ma'lumotlarni qaranglar, iltimos. Uni internetdan ham ko'rishlaringiz mumkin bemalol. Assalomu alaykum aka, svarkaga ish topsa bo'ladimi? Akajon, svarkaga ish to'la yotibdi aka. Soatiga eng kam oyligi 18-20 yevrodan. Nemis tilini bilaman degan diplomingiz nemis tilini bilishingiz kerak aka. Hech o A2 darajada svarkadan diplom bo'lishi kerak. Svarkadan diplom bo'lishi kerak.
Hozir uzr manga ish bo'yicha. Да-да-да, Андрей, я сейчас просто веду прямой эфир именно по темам визы, по работе. И сейчас я наберу этому человеку сегодня. Чуть позже, где-то через полчаса максимум наберу. Tak, qaysi savolga kelgandik? Svarkaga masalan bemalol aka svarkadan diplomingiz bo'lsa, nemis tilini hech A2 darajasida bilsangiz aka ishga olib kela olaman. Muammoli joyi yo'q umuman u narsani. Svarishlik juda ko'p kerak, Dilmurod aka. Tak, Sodiqjon aka qayerda yozyapti? Oliy ma'lumotli shifokorlarga infa bo'lib ish borib bo'lmasa boshqa ishlar bordir shifoxonalardagi. Sodiqjon aka, oliy ma'lumotli shifokor bo'lib siz mana Germaniyaga shifokorlarni qanaqa qilib ishlikka kelish mumkinligini ozgina aytib o'taman. Ish to'la yotibdi aka. MFA degani vrachda meditsinskiy assistent, u registratsiyada turadigan ishchi. U registratsiyaga kelib, keldingizmi? Ha, kasal kartotekangiz bormi? Bizda oldin qabul qilganmisiz? Terminingiz bormi? Sizni qabul qilib turadigan odam o'sha MFA deydi o'shani. Unga oliy ma'lumotli, oliy meditsinskiy diplom umuman kerak emas. Sodiqjon aka. Sodiqjon aka, agarda masalan siz ishga masalan vrach bo'lib kelmoqchi bo'lsangiz, Germaniyada vrachlar akalar litsenziya olish kerak. Bu litsenziya olish uchun siz nima qilishingiz kerak? Anerkennung jarayonidan o'tishingiz kerak vrach sifatida-da. Fachsprache meditsinni topshirishingiz kerak. C1. C1 darajadagi meditsina tili imtihonidan o'tishingiz kerak eng birinchi navbatda. Ikkinchi navbatda aprobatsion topshirasiz. Aprobatsion bilan o'sha ikkita imtihondan o'ting aka, bemalol hujjatlaringizni to'g'rilang. Endi uni anerkennungni nimaga ko'pchilik bizda O'zbekistonda vrach bo'lib shunchalik oson bo'lsa, Germaniyaga kelmaydi. Sababi akalar, Germaniyaga vrachni diplomini anerkennung qilishning narxi 2000 yevrodan baland turadi. Davlat bojini o'zi akalar, u komissiya xulosasidan tashqari davlat to'lanadigan birinchi davlat bojini o'zi 1670 yevro turadi. Bu vrachlar uchun. Hammaga ham emas-da akalar, anerkennung qildirish diplomini. Bormi? Bizda masalan kelyapti odamlar. Anerkennung qildiryapti diplomini. U sizlar sap qildirganlaring 200 yevroga. U bekor aka. Uni masalan bemalol yoqib olishingiz mumkin. U mangalga, shashlikka ko'mir yoqqaningizni yoqib oling u sapingizni. Agar qildirgan bo'lsanglar-da u sapni. U sap qaysi holatda sap qilinishi kerak? Agar sizda universitetingiz xususiy universitet bo'lsa, Anabimni bazasida bo'lmasa, siz sap qildirasiz. Anerkennung jarayonida agarda qildiradigan bo'lsangiz, bu ham sarflab soqqasini sarflaydi. Mana qilinglar anerkennung. Anerkennungim bor deb mana anerkennungim bor, faqat fachsprache tilidan masalan imtihondan o'tishim kerak, meditsinskiy nemetskiy imtihondan o'tishim kerak yoki o'shani borib men o'qimoqchiman. O'sha tilga masalan C1 masalan Germaniyada meditsinani Germaniyada o'qib turib ishlamoqchiman. Anerkennungim bor, mana qildiraman men anerkennungni. Yoki bor yoki men qildirdim yoki qildiraman deb menga murojaat qilsin vrach. Men ishga olib kelaman o'sha odamni. Men javob beraman, vrach qilib olib kela olaman ishga. Lekin unaqa qilib anerkennungga masalan anerkennung narxini eshitishgandan keyin akalar, oddiy misolda anerkennung narxini eshitgandan keyin qochib ketadi. 90% holatda hammasi qochib ketadi. Men buncha xarajat qilmayman deb. U bo'ladimi, yo'qmi, Germaniyaga bora olamanmi, yo'qmi deb buncha xarajat qilmayman deydi, qochadi hamma. Xarajatdan qochadi, yana ishga kelmoqchi bo'ladi. To'g'risida akalar, bemalol menda ish o'rim vrachlarga ham to'la yotibdi akalar. Vrachni olib kelish, menga hamshira olib kelishdan выгодно. Men vrachdan bir tiyin pul olmayman. O'zi hamma hujjatini qilib kelsa, menga kerakli hujjatini. Men vrachdan bir tiyin pul olmayman. Shu eslaringdan chiqmasin, chunki vrachlar uchun menga klinika pul to'laydi akalar. Men vrachdan pul olinmaydi. Vrachdan, hamshiradan biz pul olmaymiz. Bizning kompaniyamiz shu ikkita kasb egalaridan pul olinmaydi. Umuman. Lekin anerkennung defitsit beshatlari bo'lishi shart.
o'zingizni hujjatingizni xarajatini xohlang boshqa odamga qildirib keling. Hujjatingiz xarajatini man sizga ko'taradigan bo'lsam, mana vrachda anerkeningi davlat bojini o'zi 1670 euro turadi. Uni diplomlarini perevodi yana где-то 300 euro turadi. Plus yana 500 euro, 500-600 euro komissiya xulosasiga pul to'lanadi. Ofitsialniy to'lovlar bular hammasi. Почти 3000 euro. Man vrachga masalan bitta vrachni olib kelishim uchun men kompaniyam 3000 euro sarflasa, u vrachni olib kelganim uchun menga больница 2000 euro to'laydi. Men minus 1000 euroda bo'lmayman-ku akalar. Hamma biz ham masalan katta rahmatga biz biznes qilyapmiz-ku. Yaqinda aytgancha hammaga masalan aytib o'tay, buni yaqinda bizada til kursiga lotereya boshlanadi. 1-yanvardan til kursi uchun lotereya. Lotereyada qatnashish pulli bo'ladi. Qanaqa lotereya? Lotereyada masalan где-то 100 tacha odam qatnashadi. 100 tacha odamda u pulli bo'ladi. Bitta odamga masalan chiqadi. O'sha bitta odam chiqqan o'sha lotereyaga tushgan pul o'sha bitta odamning hamma xarajatini qoplab beradigan bo'ladi. Shunaqa lotereya qilmoqchi biz endi bu bizning kompaniyamizning planida. Masalan, bloklangan hisob raqamini ham xullas Germaniyaga ketadigan hamma viza xarajatlarini biz masalan o'sha lotereya orqali, lotereyadagi tushgan pul orqali qoplanadigan bo'ladi. Endi bu nima deydi, omadini sinab ko'rmoqchi bo'lib, meni masalan Germaniyaga boradigan masalan xarajatlarimni to'lashga pulim yo'q degan odamlar uchun, masalan katta puli masalan 1000 euro, 500 euro puli yo'q odamlar uchun biz masalan 50 eurolik masalan lotereyani yo'lga qo'yyapmiz. Bu ham ofitsialniy lotereya, buni ham ofitsialniy to'lov bankdagi hisob raqamga qilinadi. Lotereyada qatnashish uchun ham shartnoma tuziladi. Shartnoma tuzilib, o'sha shartnoma bo'yicha to'lov qilinadi. Lotereya masalan onlayn tarzida g'irt hammasi xolis bo'lib, har bitta berilgan odamga raqam bo'yicha qilinadi. Bu masalan bu ham yaxshi. Endi bu bizada g'oya xolis bir qilib ko'rmoqchimiz. Agarda foydasi bo'lsa, har oyda shunaqa lotereya o'tkazib, masalan, har oyda bitta odam masalan Germaniyaga 50 euro bilan Germaniyaga keladigan bo'ladi. Tak Akram Islom aka, unda til kurslariga borib o'qib ishlasachi, oldin til kursiga kelib bemalol o'qib ishlashingiz mumkin aka. Tilni o'rganib bo'lganingizdan keyin vizangizni ishchi vizaga o'zgartirsa ham bo'ladi aka. Til kursingiz tugagandan keyin. Biz hozir shunaqa yo'l bilan ham ko'p odamni olib kelyapmiz akalar Germaniyaga. Ko'p odamimiz hozir Germaniyaga elchixonasiga hujjat topshirib olishgan, kutishyapti. Ko'p odamimiz masalan, men bugun ham bitta bola to'lov qildi. Bizga puli tushishi bilan biz masalan menga ertaga indinga termin olib qo'ydim, o'quv markazi bilan borib shartnomasini qildirib kelib beramiz. Assalomu alaykum aka, 2026-yil Ausbildung sentyabrda boshlanadigan qancha vaqt davom etadi? 3 yil aka? Yo hujjat qabul qilish qancha davom etadi demoqchimisiz? Ausbildingni o'rtacha yili akalar, opalar Germaniyada 3 yil hisoblanadi. 3 yil o'qiysiz, 3 yil ichida siz mutaxassis bo'lib chiqasiz. Savdo ma'lumot uchun rahmat aka. Aka rahmat, sizga ham masalan nima qilgan niyatingiz bo'lsa aka, Germaniyaga bemalol kelish nasib qilsin. Hammaga nasib qilsin. Ko'pchilik o'ylaydi, bular deydi, faqat deydi, bularga masalan yozdim deydi, hujjat deydi, sekin chiqyapti, nima bo'lyapti. Akalar, opalar, sizni Germaniyaga kelishingiz biz uchun ham foyda. Men o'zim uchun harakat qilaman. Sizlar uchun emas, o'ylamanglar, bu odam shunaqa yaxshi ekan, men uchun harakat qilyapti. Hech kim bu dunyoda birov uchun harakat qilmaydi, hamma o'zi uchun harakat qiladi. Bizlarni masalan shu bo'yicha kompaniyamiz bormi? Rekruting kompaniyamiz bormi akalar? Mehnat agentligimiz bormi? Biz o'zimiz ishlashimiz uchun harakat qilamiz. Sizlar masalan Germaniyaga qancha tez kelsanglar, bizga o'shancha yaxshi. Biz ham masalan xursand bo'lamiz. Ishchilarimiz kelsa,
Biz xursand bo'lamiz. Biza masalan, ko'proq foyda ko'ramiz. Sizlarni orqanglardan yana ham ko'proq odam keladi. Ish beruvchilarga masalan yaxshi ishlasanglar, ish beruvchilarimiz yana ham ko'proq o'zbekni ishga olishga harakat qiladi, boshqa millatlarga qaramasdan. O'shaning uchun biza o'shanga harakat qilamiz har doim. Ha, tak, Ibrohimov aka Ausbuilding haqida so'ragan. Hujjat aka, man где-то mayda oxirigacha ham hujjat qabul qilaman. Endi har yil har xil aka. Qancha joyimiz borligiga qarab aka, qancha tez to'lishiga qarab. Yana o'sha paytda joyim bo'lsa aka, bemalol men hujjat qabul qilaveraman akalar. Uni menga masalan umuman yomon tomoni yo'q. Biz hujjat qabul qilaveramiz. Uni qizig'i yo'q bizaga. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? 8 oylik ishlarda nega vakansiyalar kam bo'ladi? Akajon, endi buni 8 oylik ishda ishlaydiganlar bilan so'rasangiz aytishadi. Biz akalar vakansiyaga masalan 8 oylik ishlarga biz shug'ullanmaymiz. Mavsumiy ishlar bilan bizani kompaniya umuman shug'ullanmaydi. Sababi ish beruvchilarni ko'pi noinsof akalar. Sizlar Germaniyaga kelganlaringdan keyin ishdan bo'shatib yuborish holatlari ko'p akalar. Nelegallar ko'payib qolyapti. Ko'pchilik 8 oydan keyin Germaniyaga O'zbekistonga qaytib ketmasdan Germaniyada qolib ketyapti. Noqonuniy, nelegal bo'lib. Bizaga masalan akalar unaqa narsalar kerak emas. Bu ortiqcha bosh og'riq. Lutchi men masalan o'zimni ishlayotgan yo'nalishim shu uzoq muddatli vizalar bizga yaxshi. ITga Ausbuilding akajon qiyin masala. Hozir bizani 4 ta kandidatimiz bor. To'ralasi ham nemis tili B2 dan baland. O'shalarni hozir birinchi navbatda ITga masalan joylashtirishga harakat qilyapmiz. ITga Ausbuilding qiyin masala akalar. Bu yil yana ham qiyinlashyapti. To'g'risida Germaniyani o'zida ham masalan juda ko'p odam ITga Ausbuildingga topshiryapti hujjat. Bizga qiyin bo'lyapti. Chet eldagi odamni Ausbuildingga, Germaniyaga olib kelish qiyin bo'lyapti. Juda ko'p joylar отказ beryapti, to'g'risi. Bunisiga endi xafa bo'lmaysizlar. Masalan, siz ham kelsangiz, menga ham yaxshi. Kelsangiz, masalan, pulini to'lab kelasiz, hamma xarajatingizni o'zingiz qoplab kelasiz. Biz ham masalan bir narsa ishlab qolamiz. Tak bunaqa ilojisi kamroq shansda. Hozir menga yana сообщение yozishyapti-da. Xo'p aka, men efirni tugatib bir-ikkita ishlarim qilsam aka ko'rib beraman. Agar esimdan chiqib ketsa bir ertaligi eslatsangiz ham bo'laveradi aka. Xushboqov Islom akamiz. Va alaykum salom aka. Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz aka? Ausbuildingga aka yo IT sertifikat bilan Ausbuilding umuman bo'lmaydi akalar. Chunki elchixona B talab qiladi. Arzixol Boboqulova opamiz yozyapti ekanlar. Mebel ustasi Rossiyada ishlab kelgan, Germaniyaga ishga borsa bo'ladimi? Javobingizni kutamiz bolajonim. Opajonim, qarang. Kelsa bo'ladi. Agarda qo'lida diplomi bo'lsa, tilni bilsa. Kelsa bo'ladi. Faqat shu ikkita narsa talab qilinadi. Til, diplom.
til, diplom. Boshqa ilojisi yo'q. Xushboqov Islom aka, Ausbildingga B1 aka elchixona talab qilinadi. Ish beruvchi talab qilmagan taqdirda ham elchixona именно Ausbilding uchun B1 talab qiladi. Qurilish yo'nalishida kafilchi bo'lib A2 sertifikat bilan ishlasa bo'ladimi? Viza beradimi aka? Habibulloh aka, agarda kafilchi bo'lsangiz aka, A2 darajada nemis tilini bilsangiz, agar qurilish bo'yicha qo'lingizda diplom bo'lsa aka, menga yozing, menda ish bor. Men vizani o'zim olib beraman aka sizga. Bor bizada, vakansiya bor. Qurilishda именно qurilish, kafilchi, diplom. A2 yetadi menga. Bemalol aka. Faqat diplomingiz bo'lsa bo'ldi. Любой qurilish institutining diplomi. Agarda ma'lumotingiz o'rta maxsus bo'lsa aka, B1 kerak. Atak qurilishga bemalol akajon oliy ma'lumotli bo'lsangiz A2 bilan viza o'zim olib beraman. Kafilchilikka bizning o'zimizning ish o'rinlarimiz bor akalar. Bavariyada, Myunxenda ish o'rinlarimiz bor. Bemalol kelishlaringiz mumkin akalar. Aka hujjatni aka уже biz masalan oxirgisi mayda tugatamiz. Qaysi sohaga tezroq osonroq ketsa bo'ladi? Eng oson soha gastronomiya. Akajon, litsey diplomingiz aka qurilish sohasi bo'lsa, bemalol B1 ga harakat qilib kelsangiz bo'ladi aka. Kafilchi yoki masalan agar mehnat stajingiz tasdiqlangan bo'lsa ham kelsangiz bo'ladi aka. Mehnat stajingiz tasdiqlanganmi? Kafilchi degan mehnat stajingiz aka. Qurilish kompaniyasida kafilchi bo'lib ishlagan mehnat o'zidan masalan chiqsa aka, stajingiz bemalol kelsangiz bo'ladi aka. Yaqinda hujjati chiqqan edi, Rossiyaga borgansan deb qaytardi. Bo'lishi mumkin emas opajon. Bo'lishi mumkin emas. Rossiyaga borgansan deb elchixona, Germaniya elchixonasi Rossiyaga borgansan deb qaytarmaydi aka. Chunki biz Rossiyada masalan ishlagan juda ko'pchilikni masalan ishga olib kelyapmiz. Bu narsa bo'lishi mumkin emas. Germaniya elchixonasi bergan qarorni menga jo'natingmi? Telegram raqamimni tashlayman. Germaniya elchixonasi sizga bergan qarorni, yozgan qarorini menga jo'natib oling. Arzixon opa, men sizga javob beraman, u sabab bo'la olmaydi. Rossiyaga chiqqaningiz sabab bo'la olmaydi. Chunki bizning mana furachilarimiz ishga kelyapti opa. Hech kim ularni ular Rossiyaga qatnashgan hammasi. Hech kim ularni sen Rossiyaga chiqqansan deb qaytara olmaydi. Может aldaga firibgarlarga, mashinliklarga uchragan bo'lishingiz mumkin opajon. O'shaning uchun u Rossiyaga chiqqanlik u bas nima deydi? Приговор bas viza chiqishi uchun. O'zbekchasiga aytganda u sababdan sizga rad bermaydi hech qachon. Akalar, opalar, Og'iz aka aytgan, kim aytgan Og'iz aka? Germaniya elchixonasi Og'iz aka javob bermaydi hech kimga hujjat topshirsa. Og'iz aka aytgan degan narsa bo'lmaydi Germaniya elchixonasida. Opajon, u Og'iz aka aytgan degan narsa yo'q. Akalar, opalar, hammalaringizga e'tiborlaringiz uchun rahmat. Hammalaringiz Alman Building bilan qolayotganlaringiz uchun rahmat. Firibgarlarga ishonmanglar. Yaqinda yana bizani juda ko'p onalarimiz bor, o'zimizda juda ko'p
belgilagan 2026-yilga belgilangan tadbirlarimiz bor. O'shalarni hammasini masalan biz yaqinda chiqaramiz. O'shaning uchun bemalol bizga obuna bo'lib, bizani kuzatib borishlaringiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hammalaringizga Germaniyaga kelish nasib qilsin.